Assalomu alaykum. Dastlab 2 ignadan mayda chok chiqarib, 1 ignaga o'tkazishni o'rgataman. Bu juda ham oson. Videoni ozgina tezlashtirganman. Ko'rishingiz mumkin. Ignani olib tashlaymiz. Ignani olgandan keyin birinchi o'rinda plastinani yangilash kerak bo'ladi. Igna boltini joyiga qatirib qo'yamiz, plastinani yangilab olamiz. Plastina hozir bu yerda ozgina qalinroq turibdi. Buni ingichkaroq o'zimiz samodelka qilib chaqlab olganimizga o'tkazamiz yoki bozorda bo'lishi mumkin ingichkarog'i ham. Hop, o'rnatib olganimizdan keyin bizda keyingi ish chokini ozgina maydalab olish, chunki meroshka mayda chok bilan chiqadi. Yig'im qismini ham teparoqqa ko'taramiz, cho'zishga qo'yib qo'yamiz. Keyin pichoqlarni ingichkalashtiramiz, plastinaga yaqinroq qo'yamiz, yaxshi kesish uchun, ingichkaroq chiqishi uchun. Ana endi bir materialimizni qo'yib bitta tikib ko'ramiz. Qani qaysi holatda chiqadi. Voy, dod degan joyi juda ham chiroyli, chevarlarimiz ko'ynidek narsa chiqdi. Kanalimizga obuna bo'lsangiz, bundan ham osonroq usullarni o'rgatib o'tamiz.